Alisher Navoiy 7 yoshida Fariduddin Attorning Mantiq Ustayir asarini yod olgan. Navoiy turkiy tildagi ilk xamsani 2 yil davomida yozgan va bu asar dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan. Navoiy do'sti Husayn Boyqaroning taxtga chiqishi munosabati bilan 90 baytdan iborat Hiloliya qasidasini yozgan. Alisher Navoiy davlat arbobi sifatida muqirrar, vazir, amirul kabir va hokim bo'lgan. Alisher Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xuroson hududida 300 dan ortiq inshootlar qurdirgan. 2009-yilda Merkuriyadagi krater Alisher Navoiy sharafiga nomlangan. Toshkent, Samarqand, Navoiy, O'sh, Baku, Tokio, Shanxay, Ostona kabi dunyoning ko'plab shaharlarida Alisher Navoiyning haykallari o'rnatilgan. Ulug' shoir Navoiy taxallusi ostida turkiy tilda ijod qilgan bo'lsa, Forsiy tildagi ijodi foniy taxallusi bilan tanilgan. Qur'oni kabi harflar berilgan.